Assalomu alaykum azizlar. Hozir biz Chimyondagi Huvaydo ziyoratgohidamiz. Mana Andijondan mana Otabek ukamiz mana Assalomu alaykum. yetib keldilar. Va alaykum assalom. Mana hozir ziyoratgoh ro'parida mana ko'rinib turibdi. Bu yerda obodonlash ishlari keng ko'lamda olib borildi. Mana juda ham chiroyli ziyoratgohga aylandi mana. Mana o'zlarining ko'zlaridan ko'rib turibsizlar. Ilohim mana shu ziyoratgohlar ko'payaversin. Amin, amin, amin. Bularga sabab hammasi mustaqilligimiz tufayli. Mana mustaqilligimizdan oldin o'sha sobiq sho'ro davrida bu yerlar juda ham tashlandiq, xaroba holatda edi. Mana o'sha prezidentimizning farmonlaridan keyin hamma joylar mana obodonlashtirildi. Jumladan mana shu Huvaydo ziyoratgohi ham mana ko'rib turganlaringdek juda mana go'zal bir qiyofaga aylandi. Hammalaringni mana shu ziyoratga kelishlaringni so'raymiz. Tomosha qilinglar, ziyorat qilinglar. Salomat bo'ling azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.